Mana ki metallurgda основной kirish hodi hisoblanadi bu ham. Mana lichimli xonalarga, dam olish yotoqxonalarga kiradigan hodi bu ham. 2 etajdan boshlanadi. Mana bu tomonlari lichimli korpuslar. Mana bu tomonlarda kottejlar joylashgan. 1-1, 2-2, 2-4 degan xonalar joylashgan mana. Assalomu hurmatli obunachilar, mana bugun metallurg profilaktoriyani saunasiga tushdik. Sizlarga qanday ko'rinayapti bilmadim. Issiqligi 110 ni ko'rsatyapti. Temperatura. Mana ki bassinlari, saunadan chiqib, обязательно bassinga tushish kerak. Men hammadan birinchi kirdim hozir, odam kam. Buradan chiqib bo'lgandan keyin обязательно mana choylar qo'yilgan. Обязательно choy ichilishi kerak. Mana ki issiqqina choylarimiz qo'yilgan. Mana saunalarimiz. 7-8 kishi o'p kirlarda saunaga. İşte bu sharoitlar yaxshi, issiqligi ham yaxshi. Mayli keyin nasib bo'lsa, bassinga tushganda bassinda ham ko'rsataman sizlarga. Bu saunani bassinida o kichik. Где-то bir 15 ga 8 lar bor kattaligi. Maza cho'milyapmiz, dam olyapmiz. Mayli, har bir insonga shunaqa dam olishni nasib etsin. Sog' bo'linglar, yaxshi kunda yashaylik. Mana bular bir etajli kottejlari. Endi bu yerda ham 8 tadan 16 ta xonasi borda. Mana bu tomonlarda ham bor kottej xonachalari. Mana shu ko'rinishda bo'ladi.